Assalomu alaykum. Yana sizlar bilan men Gulchehra Cho'liyeva. Keling, avvalo o'zimni tanishtirsam. Men Buxoro shahridagi Pinnacle School o'quv markazi asoschisi va rahbariman. 14 yildan beri shu sohada repetitorlik qilib kelaman va ko'plab o'quvchilarning yaxshi natijaga erishishlariga o'z hissamni qo'shganman. Bundan tashqari, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, ya'ni PhD darajasiga egaman. Bugun sizlar bilan milliy sertifikat imtihonlaridagi ayrim o'zgargan shaklli testlar haqida suhbatlashamiz. Avvalo, bu testlarni bilish, ya'ni o'zgargan shakllarni bilish sizga nima beradi? Shu haqida gaplashsak. Milliy sertifikat imtihonlari yildan yilga takomillashib, yanada murakkablashib va ona tili adabiyotdan chuqur bilimni talab qilib bormoqda. Demak, imtihonda vaqtni to'g'ri taqsimlash va psixologik jihatdan, ya'ni ruhiy jihatdan imtihonga tayyor bo'lish ham juda katta ahamiyatga ega. Va eng yomoni, eng zo'r o'quvchi ham, ona tilini chuqur biladigan o'quvchi ham o'zgargan testlarni, ya'ni mazmuni emas, balki shakli o'zgargan testlarni ko'rganda qotib qolishi yoki uning to'g'ri javobga borishida to'siqlik qilishi mumkin. Mana shu uchun bugungi darsimizda agar siz yangi shaklli testlarni ko'rsangiz va tanishsangiz, aprel oyi imtihonlarida sizning oldingizga mazmuni o'sha-yu, lekin yangi shakldagi testlar kelganda qotib qolmaysiz va bu sizga to'siq bo'lmaydi. Demak, boshladik. Bilamizki, milliy imtihonning 44 ta testi ochiq yoki yopiq shaklida beriladi. Va aprel oyidan yana yangilik kiritilyapti. Endi 3 soat birdaniga ham esse uchun, ham 44 talik test uchun berilmaydi. Ya'ni vaqt test va esse vaqti sifatida ajratiladi. Masalan, 44 ta test uchun 2 soat, esse uchun esa alohida 1 soat vaqt beriladi. Demak, yana bir tavsiya, bundan keyin siz diagnostik test bajarayotgan bo'lsangiz, vaqtga juda e'tiborli bo'ling. Oldingi vaqt taqsimoti bo'lmagan, yaxlit 3 soat vaqt berilgan holatning imkoniyatlari ko'p edi. Masalan, shulardan biri esse mavzusi ham oldindan berilgan bo'lardi. Siz u esseni o'qib, oldindan tayyorlanish imkoniyatingiz mavjud bo'lardi. Endi esa esse birdaniga beriladi va siz o'sha paytning o'zida esseni o'qib, tushunib, mavzuni yorita olishingiz va qisqa muddatda, uzog'i o'rtacha oladigan bo'lsak, 1 soatda shu mavzuni yoritishingiz shart. Demak, 44 talik test haqida suhbatlashamiz. 44 talik test uchun uzog'i bilan 2 soat vaqt ajratiladigan bo'lsa, odatda birinchi, ikkinchi savollar imloga oid savollar beriladi. Va imloga oid savollar berilganda shu paytgacha 3 yil davomida odatda so'zlarning imlosiga oid bo'lgan savollar berildi. Endi noyabr oyida, yanvar-fevral oylaridagi ayrim imloga oid bo'lgan testlar ham o'zgarishga uchradi. Masalan, keling ikkinchi savolga diqqatimizni qaratsak. Berilgan gapda qaysi imlo qoidasiga oid xatolik mavjud? Qarang, qaysi so'z xato yozilgan emas, balki xato yozilgan so'z qaysi imlo qoidasining buzilishiga sabab bo'lganligini so'rayapti. Loyihalarning o'tkinchaligi, uzoq saqlana olmasligi street artning xususiyatlaridan biri bo'lib, shu sababli har qanday vaqtda o'ziga xos eksponat izsiz yo'q bo'lib ketishi yoki rasmiylar ko'rsatmasi bilan bo'yab tashlanishi mumkin gapida ko'z oldimizga ikkita so'zni olamiz. Street art va eksponat so'zlari. Street art so'zi chiziqcha bilan yozilishi, eksponat so'zidagi a, ikkinchi bo'g'indagi a esa o shaklda bo'lishi kerak. Demak, birinchi xatolik bu chiziqcha bilan yozishdagi xatolik bo'lsa, ikkinchi xatolik bu ayrim harflar imlosiga oid xatolik edi. Demak, javobimiz bunda B javob bo'ladi. Bu savol noyabr oyi imtihonlarida tushgan savol shakllaridan biri edi. Endi keling, yanvar-fevral oyida qanday savol shakliga o'zgardi, shuni ko'ramiz. Odatda yuqorida aytganimdek, faqat so'zlarning xatosi so'ralar edi. Endi esa bosh harflarga oid bo'lgan qoida so'ralyapti. Berilgan javoblarning qaysi birida imloviy xato mavjud emas? Demak, emas so'ziga e'tibor qaratadigan bo'lsak, biz xato mavjud bo'lmagan javobni topishimiz
kerak. Birinchi A javobda Iqbol mahalla fuqarolar yig'inida, mahalla fuqarolar yig'ini bu tashkilot. Bilamizki, tashkilotlarga qo'yilgan shartli nomlar albatta qo'sh tirnoq ichiga olinishi shart. Demak, bu yerda xatolik mavjud. Mirishkor mahallasi, mahalla, qishloq nomlari qo'sh tirnoq ichiga olinmaydi. Demak, bu yerda ham qo'sh tirnoq xato. B javobda Kenagaz qishlog'i. Yuqorida aytdim, qishloq mahalla nomlari qo'sh tirnoq ichiga olinmaydi. Kenagaz qo'sh tirnoqqa olingani xato. Mirishkor mahallasi esa bu yerda to'g'ri yozilgan. C javobga qarasak, Sog'liqni saqlash vazirligi bu tashkilot. Birinchidan, shartli nom bo'lmaganligi uchun qo'sh tirnoqqa olinmaydi. Bu to'g'ri. Va oliy tashkilot bo'lmaganligi uchun faqat birinchi so'zi bosh harf bilan yoziladi. Demak, bu so'zimiz to'g'ri. Ammo yoyilma mahallasida mahalla nomlari qo'sh tirnoqqa olinmaydi uchun bu so'zimiz xato. Demak, uchala javobimizda ham xatolik mavjud ekan. Endi D ga qaraydigan bo'lsak, Kenagaz qishloq fuqarolar yig'ini. Qishloq fuqarolar yig'ini, mahalla fuqarolar yig'ini, bular tashkilot nomlari bo'lganligi uchun ularga qo'yilgan shartli nomlar albatta qo'sh tirnoqqa olinishi shart. Demak, bu so'zimiz to'g'ri. Keyingisi Kenagaz qishlog'i. Kenagaz qishlog'i ham qishloq nomi bo'lganligi uchun qo'sh tirnoqqa olinmaydi. Bu so'zimiz ham to'g'ri. Demak, bu yerda xatolik mavjud bo'lmagan javob bu D javob bo'ladi. Demak, siz imlo qoidalarini o'rganayotgan paytingiz faqatgina so'zlar imlosi bilan emas, balki shu yerdagi 82 qoida, 7 bo'limning barchasidan tanish bo'lishingiz, bilimga ega bo'lishingiz shart. Chunki aprel imtihonlarida istalgan biridan savol berilishi mumkin. Keyingi savol. Biz bilamizki, 3-savol, 4-savol leksikologiyaga oid bo'lgan savollar beriladi va so'zlarning ma'nolariga oid ko'p ma'noli, bir ma'noli so'zlar yoki so'zlarning shakldoshlari, sinonimlarga oid bo'lgan savollar berilar edi. Masalan, eski shakldagi savol. Qaysi gapda ochiq so'zi o'z ma'nosida qo'llangan, ya'ni ko'chma ma'noda emas degan shart turibdi va bu yerda javobimiz D bo'ladi, chunki deraza haqiqatdan ham ochiq bo'la oladi. Ochiq so'zi o'z ma'nosida kelgan. Lekin A javobga qarasak, ochiq ifoda qilmoq, fikrni ochiq ifoda qilib bo'lmaydi. Biz bilamizki, ko'p ma'noli so'zlar ko'chma ma'nosi hayotda mavjud bo'lmagan, tasavvur qilish mumkin bo'lgan ramziy ma'nodagi so'zlar keladi va fikrlarni ochiq ifoda qilish aynan shu ma'noga to'g'ri keladi. Ya'ni A'da ko'chma ma'noda kelgan. B'da yig'ilishda aytilgan anchagina muammolar ochiq qoldi deganda ham bu yerda ochiq so'zi ko'chma ma'noda kelgan. Haftaning dushanba kuni ochiq eshiklar kuni deb e'lon qilindi deganda bu ham ramziy ma'noda, eshiklar ochiq holatda qolmaydi, shunchaki ramziy e'lon qilinadi. Shu uchun bu ham ko'chma ma'noda. Demak, ko'chma ma'noda bo'lmagani faqat D javob hisoblanadi. Endi keling, yanvar-fevral oyida bu savol qanday shaklga o'zgardi? Yanvar-fevral oyidagi 3-savol, imtihondagi 3-savol bugungi kunda o'zlashgan va faol tarzda qo'llanayotgan, ilm-fan doirasida yoki ijtimoiy tarmoqlarda faol qo'llanayotgan o'zlashma so'zlarning izohiga oid bo'lgan savol edi. Va deyarli biz nutqimizda qo'llanadigan yozilish shakli ham qabul qilingan, o'zi ham qabul qilingan, muqobili bo'lsa-da, lekin biz ko'proq shu terminlar, atamalar sifatida foydalanadigan so'zlar mavjud. Mana shularning izohi so'raldi. Demak, qaraydigan bo'lsak, etaj, qavat bu to'g'ri. Bizga esa noto'g'ri izohlanganini so'rayapti. Diskussiya, bahs, munozara bu ham to'g'ri. Progress bu taraqqiyot, bu ham to'g'ri. Noto'g'ri javob bu yerda B javob edi. Ideal so'zi bu obraz degani emas. Ideal so'zi bu mukammal degan ma'noni bildiradi. Demak, bundan keyingi testlarda ham xuddi shunaqa savollar berilishi mumkin. Bu testlarni bajarishning ikkita foydasi bor. Ya'ni bilib olishning oldindan ikkita foydasi bor. Birinchidan, mana shunaqa izohini so'ragan paytda bajarishingiz uchun foydali bo'ladi. Ya'ni shu testdan siz ham yaxshi ball olasiz. Ikkinchidan, bilamizki, esseda leksik xilma-xillik ta'minlansa yuqori ball beriladi. Va leksik xilma-xillikni ta'minlaydigan bitta narsa bu mavzuga mos bo'lgan maxsus atamalar. Mavzuga mos bo'lgan maxsus atamalar ular zamonaviy bo'lsa, bugungi kunda keng qo'llanadigan bo'lsa, albatta ularni to'g'ri, ya'ni o'rnida foydalansangiz yuqori ball beradi. Demak, bugundan boshlab agar sizda shunaqa kamchiligingiz bo'lsa,
Zamonaviy so'zlarning ma'nolarini bilmasangiz, ularning ma'nolarini yodlab, o'rganib olishingiz kerak bo'ladi. Keling endi keyingi savolimiz 5-savol. 5-savolimiz bu odatda bilamizki 5-6 yoki 6-7 savollarimiz uslubiy xatoliklarga mo'ljallanadi va uslubiy xatoliklardan bittasida so'z qo'llash bilan bog'liq uslubiy xatolik so'ralsa, bittasida qo'shimcha qo'llash bilan bog'liq xatolik so'raladi. So'z qo'llash bilan bog'liq uslubiy xatoliklarda so'z ortiqcha kelishi yoki so'z tushib qolishi yoki bir xil ma'nodagi so'zlarning yonma-yon 2 marta kelishi, sinonimlarni noto'g'ri qo'llash, paronimlarni noto'g'ri qo'llash kabilarni misol qilib keltirish mumkin. Va yuqorida yana ta'kidlayotganimdek, bundan tashqari esse'da ham so'z qo'llashga oid xatoliklarni qilmasligingiz kerak. Shunda yaxshi ball olasiz. Endi qo'shimchalar qo'llashga oid bo'lgan xatoliklar ham uslubiy xatoliklarni yuzaga keltiradi. Xuddi so'z qo'llashga oid xatoliklar singari qo'shimchalar ham ortiqcha qo'llanishi yoki tushish kerak bo'lmagan holatda tushib qolishi, almashtirib qo'llanishi ham uslubiy xatolikni, ya'ni qo'shimcha qo'llash bilan oid uslubiy xatolik yuzaga keltiradi. Demak, 5-testimiz oldingi testlarda xuddi mana shu shaklda edi. Qaysi gapda qo'shimcha qo'llash bilan bog'liq uslubiy xatolik mavjud emas, ya'ni xatolik yo'q. A javobga qaraydigan bo'lsak, ser samaradorligini so'zi berilyapti. Bu yerda 2 qo'shimcha bir xil ma'noni beradi. Ya'ni ser so'zi va samaradorlik gini so'zidagi dor qo'shimchasi. Dor hamda ser belgining mavjud va ko'p ekanligini ko'rsatadi. Shuning uchun bulardan bittasini qo'llash yetarli. Ya'ni samaradorligini ta'minlash desangiz yetarli. Demak, A javobda xatolik bor. B'da bo'yoqdorliligi so'zini oladigan bo'lsak, dor hamda li qo'shimchasi ikkalasi ham bir xil ma'noni bildiradi uchun bittasini qo'llash kerak edi. Ya'ni bo'yoqdorligi deyishsak yetarli bo'lar edi. Demak, B javobdan xatolik bor. C'da nopisandsizlik so'zini oladigan bo'lsak, no hamda siz belgining mavjud emasligini ifodalab keladi. Ularning ham demak bittasini ishlatish kerak edi. Demak, C javob ham xato. D javobda esa xatolik mavjud emas. Olimlarimiz havola etayotgan ushbu loyiha yashash sifatini oshirishga qaratilgan. Hamma qo'shimcha o'z o'rnida qo'llangan. Javobimiz D bo'ladi. Endi bu savol milliy sertifikat imtihoni yanvar-fevral oylarida quyidagicha shaklga o'zgardi. Ushbu gapda yo'l qo'yilgan uslubiy xatoni tuzatish uchun quyidagi qaysi o'zgarishni kiritish kerak? Demak, siz gapda berilgan xatolikni topishingiz va tuzatish uchun qaysi qoida yoki qaysi jumla berilsa to'g'ri, shuni topishingiz shart. Gapni o'qiymiz. Xorijiy tillarni bilish bir necha imkoniyat eshigini ochadi. Sezgan bo'lsangiz, bu gapni o'qiyotganimizda imkoniyat eshigi g'aliz tuyulyapti. Bu yerda bir necha bo'ldimi? Imkoniyatlar bo'lishi kerak. Demak, lar ko'plik qo'shimchasi tushib qolgan. A javobiga qarasak, aniq nisbatni o'zlik nisbat bilan almashtirish. Bu yerda eshigini ochadi-da, ochadi aniq nisbatda, uni o'zlik nisbat eshigi ochiladi deb shaklida bersak, gapning mazmuni buziladi. Bu birinchidan, ham bu yerda ni tushum kelishiga qo'shimchasi borligi uchun o'zlik nisbatni berib bo'lmaydi. Demak, A javobimiz xato. Ko'plik shaklini qo'llash. Hozircha shuni olamiz. Ko'plik shaklini olib tashlash. Bu yerda ko'plik shakli xorijiy tillardagi lar bor. Xorijiy tilni bilish bir necha imkoniyat eshigini ochadi deyish xato. Chunki xorijiy faqatgina bitta til emas, bir necha tillar haqida gapirilyapti. Shuning uchun C javob ham emas. Tushum kelishigini jo'nalish kelishigi bilan almashtirish. Bir necha imkoniyat eshigiga ochadi deyish ham xatolikni yuzaga keltiradi. To'g'ri javobimiz B ekan. Demak, biz bundan buyog'iga shu yerda tavsiya qo'shimchalarni noto'g'ri qo'llanganini bilishimiz va uni tuzatish uchun ham nima yo'l tutishimiz kerak, shuni ham bilishimiz yoki qaysi qoida bo'yicha qo'shimcha noto'g'ri qo'llangan, buni ham bilishimiz shart.
Keyingi testimiz 7-savol. 7-savolda ham odatda qo'shimchalarga oid savollar berilardi va oldingi shakliga qarang. Qaysi gapda nuqtalar o'rnida so'z yasovchi, lug'aviy shakl yasovchi va sintaktik shakl yasovchi qo'shimchalar qo'yiladi? Demak, siz bunda talab qilinadigani nuqtalar o'rniga qo'shimchalarni qo'yishingiz, tiklashingiz va tiklagan qo'shimchangizning vazifasiga ko'ra qo'shimchaning qaysi turi ekanligini bilishingiz kerak edi. Demak, A javobdan boshlasak, vatan ravnaqi egalik qo'shimchasi sintaktik shakl yasovchi, xizmat qilish, bu yerda qilishdagi ish harakatnoma lug'aviy shakl yasovchi qo'shimcha, barchamizning sharafli burchimizdir. Dir bu kesimlik qo'shimchasi sintaktik shakl yasovchi. Bu yerda so'z yasovchi yo'qligi uchun ani olmaymiz. Ta'lim tizimining bu yerda so'z yasovchi qo'shimcha, barcha bo'g'inlari lar bu yerda ko'plik lug'aviy shakl yasovchi qo'shimcha, o'zaro hamjihatlik bilan ishlashidagi yana harakatnoma lug'aviy shakl yasovchi qo'shimcha. Bu yerda so'z yasovchi va lug'aviy bor, sintaktik shakl yasovchi yo'qligi uchun B ni ham olmaymiz. Seda boyliging bu yerda lik so'z yasovchi qo'shimcha, bo'lmasa sa shart mayli sintaktik shakl yasovchi qo'shimcha, do'stlaring ko'p bo'lsin, ular kulfatda madadkor so'z yasovchi qo'shimcha. Lik so'z yasovchi, sa sintaktik shakl yasovchi, madadkor so'z yasovchi. Demak, bu yerda lug'aviy shakl yasovchi mavjud emasligi uchun S javobni ham olmaymiz. D javob. Sohada sifat ko'rsatkichlari. Ko'rsatkich bu yerda ot yasovchi qo'shimcha, o'sib borayotgani bu yerda yotgani sifatdosh qo'shimchasi qo'shamiz. Lug'aviy shakl yasovchi qo'shimcha, ijobiy o'zgarishlardan dalolat beradi. Adini qo'yamiz. Bu yerda bu zamon qo'shimchasi, shaxson qo'shimchasi bo'lganligi uchun sintaktik shakl yasovchi hisoblanadi. Demak, D javobda so'z yasovchi ham, sifatdosh shakli lug'aviy shakl yasovchi ham va adi kelasi zamon va shaxson qo'shimchalari sintaktik shakl yasovchilar bo'lganligi uchun ham D javobni olamiz. Endi bu test qanday shaklda o'zgardi? Qarang. Bir soniyada 20 tadan ortiq rasmlarning ketma-ket kelishi tomoshabin ko'z o'ngida obyektlarni harakatga keltiradi. Gapda ishtirok etgan qo'shimchalar haqidagi to'g'ri hukmlar sonini toping. Qarang, nisbatan murakkabroq test shakliga o'zgardi. Gap berilyapti, gapdagi qo'shimchalar haqidagi to'g'ri hukmlarni bilishingiz shart. Bitta qo'shimcha emas, hamma qo'shimchalar haqidagi. Demak, va yana bir qiyinlik tomoni bor buni. Qaysi hukmlar xato emas, nechtasi xato deb beryapti yoki nechtasi to'g'ri deb beryapti. Siz sonini bilishingiz kerak. Birinchi hukmga qarasak, kelishik qo'shimchasi bir o'rinda belgisiz qo'llangan. Bir soniyada 20 tadan ortiq rasmlarning ketma-ket kelishi tomoshabinning ko'zida, mana bu yerda ko'z o'ngida ning qo'shimchasi belgisiz kelgan, tushib qolgan holatlarda belgili kelganligi uchun birni to'g'ri deb olamiz. Ikkinchisi, sifat va fe'l yasovchi bilan shakldosh bo'ladigan qo'shimcha qatnashgan. Demak, bu yerda bo'lsin, ammo o'zi sifat va fe'l bilan shakldosh bo'lsin. Keling endi shu hukmni to'g'ri noto'g'riligini bilish uchun gapga qaraymiz. Bu yerdagi ko'z o'ngida so'zidagi i'ga e'tibor bering. I qo'shimchasi bu yerda egalik qo'shimchasi sintaktik shakl yasovchi bo'lib kelmoqda. Ammo Iroqi deb, Kashmiri deganda sifat yasovchi ham bo'lib kela oladi. Tinchi, boyi so'zlarida fe'l yasovchi ham bo'lib kela oladi. Demak, ikkinchi testimizdagi, ya'ni ikkinchi hukmimiz ham to'g'ri ekan. Uchinchisi, bir so'zga sintaktik shakl yasovchi ketma-ket qo'shilgan. Demak, bir so'zga sintaktik shakl yasovchi ketma-ket qo'shilgan holati bu yerda xo'sh, harakatga keltiradi so'zini olishimiz mumkin. A bu yerda zamon, D ni esa shaxson deb olishimiz mumkin. Xo'sh, demak, oladigan bo'lsak faqat bittasini, mana shu so'zni olishimiz mumkin ekan. Uchinchi javobimiz ham, ya'ni hukmimiz ham to'g'ri. Chunki bilamizki, adi shakli uchinchi zamon, uchinchi shaxs kelasi zamon bo'lganligi uchun ani zamon qo'shimchasi kelasi zamon deymiz, D zamon qo'shimchasi esa shaxson qo'shimchasi o'rnida
kelyapti. Chunki shaxs soni 3-shaxs qo'shimchasi mavjud emas. 3-hukmimiz ham to'g'ri. 4-hukmimiz. Gapda 3 ta so'z turkumiga tegishli lug'aviy shakl yasovchilar ishtirok etgan. Demak, lug'aviy shakl yasovchilar bo'lsin va ular 3 ta so'z turkumiga tegishli bo'lsin. 20 tadan deganda tadan songa tegishli, rasmlarning degandalar otga tegishli va harakatga keltiradi degandagi tir qo'shimchasi mana shu yerda fe'lga tegishli qo'shimcha sanaladi. Demak, 3 ta so'z turkumiga tegishli lug'aviy shakl yasovchi mavjud. 4 ni ham olamiz. 5-si sifat yasovchi bilan shakldosh fe'l yasovchi qatnashgan. Qaraymiz, fe'l yasama bo'lishi kerak. Yasama fe'l keltiradi, yasama fe'l emas. Ketma-ket kelishi yasama fe'l emas. Demak, 2 ta fe'l bor, yasama emas. Unda yasovchi qo'shimcha ham mavjud emas. 5-hukmimiz xato bo'ladi. 4 ta hukmimiz to'g'ri ekan, javobimiz A bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Bunday savollar shakli o'zgargani yaxshi kuya, lekin biroz vaqtimizni ko'proq oladi. Va bilingki, siz qiynalgan savolda boshqalar ham qiynaladi va siz qancha shu qiynalayotgan savolingizda ko'proq vaqt sarflasangiz zarar qilmaydi. Chunki to'g'ri javobni topsangiz sizga albatta yuqori ball beradi. Bu aytayotgan gaplarim Rush modeli bo'yicha, ya'ni kompyuter baholashi bo'yicha edi. Demak, keyingi test shakliga qaraydigan bo'lsak, 9-savolning ham shakli o'zgardi. 9-savol oldinlari so'z turkumlaridan berilardi. Masalan, yordamchi so'z turkumlaridan berilganda gap berib qaraymiz. Berilgan gapda ishtirok etgan ko'makchi qanday mazmunni ifodalagan shaklda bo'lishi mumkin yoki yana bir bu yerda hozir bitta darsda barcha test shakllarini birlashtira olmayman. Shu uchun oldin kelgan, ko'proq kelgan test shaklarini olishga harakat qildim va yanvar-fevral oyida ham ko'proq o'zgarishga uchraganini olishga harakat qildim. 9-savol shakli bundan tashqari oldin yana qanday shaklda berilishi mumkin edi. Gap beriladi-yu, gapdagi qaysidir so'z turkumiga oid bo'lgan hukmlarni topishimiz kerak edi. Masalan, otlar qatnashgan gapda qatnashgan otlar haqidagi to'g'ri hukmlarni toping yoki sifatga oid sifatlar haqidagi to'g'ri hukmlarni toping degan shakldagi savollar berilar edi. Bu yerda esa yordamchi so'zlardan yordamchi so'zni topishimiz va uni ma'nosini bilishimiz kerak. Xususida so'zi berilyapti. Yordamchi so'z ko'makchi va u bilamizki, ko'makchilar lug'aviy ma'no bildirmasa-da o'zidan oldingi kelgan so'zlarga albatta qandaydir ma'noni berib keladi. Masalan, maqsad sabab ma'nosini yoki chegara ma'nosini yoki yo'nalish ma'nosini bildirib kelishi mumkin. Xususida, haqida, to'g'risida so'zlari fikr ma'nosini, fikr mavzusi ma'nosini ifodalab keladi. Shu uchun javobimiz B bo'ladi. Endi qarang. DTMda, ya'ni hozirgi BBda faoliyat yuritayotgan testologlarimiz juda yaxshi ijodiy tomondan testlarga yondashishgan va o'quvchining yozma nutqini, matnni anglay olish, testni anglay olish qobiliyatini ham faqat grammatik bilimini emas, balki o'zbek tilidagi matnni, savolni tushuna olish, anglay olish, umumlashtira olish qobiliyatini ham sinashga qaratilgan testlarimiz. Bu testlar menga mutaxassis sifatida juda ma'qul bo'ldi va aynan mana shunaqa testlarni ko'paytirishimiz kerak. Chunki grammatika qoidalarini bilish yetarli emas. Grammatika hayotimizga nimaga kerak? Hayotimizda qaysi o'rinlarda biz undan foydalanamiz? Mana shu sababdan ham kerak va aynan milliy sertifikat grammatikani hayotda qo'llay oladigan, uni hayotda zarur bo'ladigan holatda ishlata oladigan o'quvchiga berilishi kerak. Shu uchun testlar mana shu shaklda o'zgargani amaliyotga qaratilgan hisoblanadi va bu to'g'ri. Demak, qarang. Gap berilyapti. Birinchi savolni o'qisak, yordamchi so'zlar birgalikda ishlatilishi bilan qanday mazmun ifodalangan? Demak, bu yerda ham tinish belgilari bor, ham ikkita yordamchi so'z turkumi birgalikda kelgan. Ishsizlikni oldini olishda jismoniy va yoki ko'ryapsizmi? Yuridik shaxslarga oid tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash, yangi ish o'rinlari yaratishga rag'bat berish hamda ularning tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi gapida bu yerda va berilyapti yoki berilyapti. Endi bular bog'lovchi, ikkalasi ham teng bog'lovchisi va
teng bog'lovchilarning o'shiq bo'laklar yoki gaplarni qo'shma gap qismlarini bog'laganda qanday mazmun ifodalashi haqida bir eslasak. Va bog'lovchisi teng bog'lovchisi bo'lib biriktirib keladi va u bog'laganda gaplarni bog'lasa yoki o'shiq bo'laklarni bog'lasa teng munosabatni, birikish munosabatini beradi. Gaplarni bog'lasa bir paytda sodir bo'lgan yoki ketma-ket sodir bo'lgan ish harakatni ifodalab keladi. Yoki esa ikkita hodisadan biri ro'y berishini anglatib keladi. Endi bu yerda o'shiq bo'laklar bog'lanib kelyapti. E'tibor beradigan bo'lsak, jismoniy, yuridik deyapti. Agar shu yerda hozir faqat vaning o'zi bo'lsa edi, ikkalasi ham bo'lar edi. Demak, jismoniy va yuridik shaxslar ikkalasi ham ma'nosi anglashilar edi. Vani olib tashlab yokini bersak, jismoniy yoki yuridik ikkalasidan biri ma'nosi ifodalanar edi. Bu yerda hech qanday galmaganlik ma'nosi yo'q. Galmaganlik ayruv bog'lovchilarining goh-goh, xoh-xoh, bir-bir kabi bog'lovchilarda mavjud bo'ladi yoki da emas. Shu uchun A javobni ola olmaymiz. Ikkalasidan biri ham bo'lmaydi, chunki yoki so'zi mavjud bo'lsa-da va ham mavjud bu yerda. Shu uchun B javobni ham ola olmaymiz. Ketma-ketni ham ola olmaymiz, chunki vani yakka o'zi emas, yoki ham bor. Bu yerda yokini qavsga olinishini sababi ikkalasi ham bo'lishi mumkin degan ma'noni bildiryapti. Shu uchun javobimiz C bo'ladi. Demak, aprel oyida imtihon olish uchun tayyorlanayotgan talabgorlar, sizga aytadigan gapim, endi grammatika qoidalarini shunchaki testda bajarish uchun, topish uchun emas, balki ularni qanday ma'no ifodalagani, matnda qanday vazifa bajarib kelayotganligi va uning gapdagi o'rni haqida ham bir fikrlab ko'ring. Ya'ni shakl bosqichidan, nazariya bosqichidan amaliyotga, mazmunga o'tishingiz shart. Shunda bunaqa testlarni bemalol bajarishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi testimiz 11-test. 11-testda ham odatda sintaksisga oid bo'lgan, so'zlarning grammatik va mazmuniy bog'lanishiga oid bo'lgan savollar berilar edi. Masalan, oldingi shaklga qaraydigan bo'lsak, gapdagi so'zlarning mazmun va grammatik jihatdan bog'lanishi, to'g'ri ko'rsatilgan javobni aniqlang deyapti. Demak, biz bu yerda grammatik va mazmuniy jihatdan bog'lanish, bilamizki, so'zlar grammatik va mazmuniy jihatdan bog'lansa, ikki xil bog'lanadi. Ya'ni sintaksik aloqalarni so'rayapti. Birinchisi tobe aloqa bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi teng aloqa. Bilamiz, tobe aloqaga ega kesim, ya'ni predikativlik aloqasini ham keltirish mumkin va so'z birikmalari, moslashuvli, bitishuvli, boshqaruvli birikmalarni ham olishimiz mumkin. Bular tobe aloqani yuzaga keltiradi. O'shiq bo'laklar, ya'ni so'z qo'shilmalari esa teng aloqani yuzaga keltiradi. Biz mana bunaqa savol berilganda aprel oyida balki mana shu shakl ham qaytarilishi mumkin. Bemalol barcha birikmalarni olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni sintaksik aloqalarning barchasini olishingiz mumkin. Albatta, bunday paytda eng to'g'ri yo'l birinchi gapni ovoz chiqarib o'qing. Ya'ni mazmunini tushuning. Mazmunini tushunganda so'zlarning qaysi-qaysiniga bog'lanib kelyapti, qaysi birini izohlab kelyapti, bularni ham bilishingiz kerak. Bizning qadimiy va go'zal diyorimiz nafaqat Sharq, balki jahon sivilizatsiyasi beshiklaridan biri ekanligi o'ylaymanki, bugun keng jamoatchilik uchun sir emas. Bu yerda birinchi navbatda gapni kesimini topib olishimiz kerak. Sir emas, gap kesimi. Nima sir emas? Jahon sivilizatsiyasi beshiklaridan biri ekanligi. Umuman olganda ega kengayib kelyapti va bir nechta so'z bitta egani tashkil qilyapti. Bitta so'roqqa javob bo'ladi. Ammo so'zlarni bog'lanish jihatdan oladigan bo'lsak, bu yerda bir nechta so'zlar bitta gap bo'lagi bo'lib kelgani bilan o'zaro bir-biriga bog'langan ham. Shu uchun biri ekanligini hozircha ega deb olamiz, u bizni so'zlarimizni bir-biriga bog'lashga xalaqit bermasligi uchun, ammo o'zimiz uchun bilamiz, bu yerda ega kengayib kelgan. Kesimdan oldingi so'zlar bilan kesimga bog'lab, mazmuniy va grammatik bog'lanishlarni topib ketamiz. Jamoatchilik uchun sir emas, keng jamoatchilik bugun sir emas. O'ylaymanki, so'zi bu yerda kirish so'z, ya'ni kirish nima deydi, kiritma bo'lib kelgan. Shu uchun uni bog'lamaymiz.
biri ekanligi sir emas, beshiklaridan biri ekanligi sivilizatsiyasining beshiklari, jahon sivilizatsiyasi. Balki so'zi yordamchi bo'lganligi uchun uni bog'lamaymiz. Sharq sivilizatsiyasi nafaqat so'zi ham yordamchi bo'lganligi uchun uni bog'lamaymiz. Go'zal diyorimiz nafaqat sharq, balki jahon sivilizatsiyasi beshiklaridan biri ekanligi, diyorimizning sivilizatsiyasi beshiklaridan biri ekanligi, go'zal diyorimiz, qadimiy diyorimiz va bizning diyorimizga bog'lanyapti. Demak, bunga qaraydigan bo'lsak, birinchi navbatda bunaqa bog'lanishlarda esingizdan chiqarmang, ikkita qism ham, xoh u teng bog'lanayotgan bo'lsin, xoh u tobe bog'lanayotgan bo'lsin, mustaqil so'z bo'lishi kerak. Yordamchi so'zlar so'z birikmalarini yoki teng aloqalarni yuzaga keltirmaydi. Xo'p, va ikkinchisi mazmunan bir-birini izohlashi, bir-birini to'ldirishi shart. Demak, A javobga qaraydigan bo'lsak, qadimiy so'zi diyorga bog'lanyapti, sharqga emas. Shuning uchun A javobni olmaymiz. Go'zal so'zi diyorga bog'lanyapti. B da qadimiy va go'zal bu to'g'ri. Bugun sir emas, bu ham to'g'ri. Demak, qadimiy va go'zal teng aloqa, bugun sir emas, bu tobe aloqa bo'lganligi uchun B javobimiz to'g'ri edi. C javob beshiklaridan ekanligi. Yuqorida aytdim, ikkala so'z ham mustaqil bo'lganligi uchun ekanligi so'zini ola olmaymiz. U so'z birikmasini yuzaga keltirmaydi. Shu yoki nafaqat so'zi bog'lanmaydi. C ni ham ola olmaymiz. Bizning shart, bizning so'zi sharqga emas, bizning so'zi diyorga bog'lanyapti. Shuning uchun D ni ham ola olmaymiz. Demak, javobimiz B bo'ladi. Endi shu test qanaqa shaklga o'zgardi? Birinchi savolni o'qiymiz. Ostiga chizilgan so'z tobelangan so'zni toping. Mana qarang, demak mazmun va grammatik bog'lanishni emas, balki aynan so'zning tobelanganini so'rayapti. Bunaqa shakldagi testlar yopiq shaklda berilardi, endi ochiq shaklda berilyapti. Agar sen faqat nur orqali zohir bo'lgan narsanigina ko'rib, ovozlar orqali yetib kelgan narsanigina eshitayotgan bo'lsang, haqiqatda ko'rmas va eshitmas ekansan. E'tibor bering, nur orqali zohir bo'lganga bog'lanyapti. Demak, javobimiz B bo'ladi. Qolganlariga bog'lanmagan. Demak, bunaqa testlarda gaplardagi bog'lanishlarni, ya'ni mazmun jihatdan, grammatik jihatdan bog'lanishlarni to'g'ri anglay olsangiz, keyin to'g'ri javobni bajarsangiz bo'ladi. Demak, 12-savol. 12-savol bilamizki, tinish belgilariga oid bo'lgan savol. Tinish belgilariga oid bo'lgan savollarning shakli ham o'zgaryapti va aynan qaysi tinish belgisi noto'g'ri qo'llangan yoki tinish belgisi tushib qoldirilgan degan savollar ham mavjud yoki bir xil qoida asosida qo'yilgan tinish belgilarini toping degan savollar ham mavjud. 12-savolimiz aynan shunday savollardan biri. Bobom har doim odam qo'li gul deb edilar deganda, bu yerda ikki nuqtani qo'yilish sababi bu muallif gapi bilan ko'chirma gapni ajratish. Qo'sh tirnoqni qo'yilishi bu ko'chirma gapni muallif gapidan ajratish. Ko'chirma gapni ichidagi tire esa odamning qo'li guldir, ot kesim bilan ega o'rtasidagi tire. Vergul ko'chirma gapimiz darak gap ekanligi, verguldan keyingi tire esa bu muallif gapini ko'chirma gapdan ajratishdagi tinish belgisi hisoblanadi. Demak, birinchi gapda bir qancha qoidalar bor. Ikkinchi gapga qaraydigan bo'lsak, orzum shul. Bu yerda ham ikki nuqta bor, ko'ryapsizmi? Birinchi gapda ham ikki nuqta bor. Birinchi gapdagisi boshqa qoida edi, ikkinchi gapda esa bilamizki, bog'lovchisiz qo'shma gaplarda gaplar orasida tinish belgilari qo'yiladi. Bu yerdagi ikki nuqta ikki gapni o'rtasida, ya'ni bog'lovchisiz qo'shma gaplar orasida izohlash ma'nosi bo'lganligi uchun qo'yilgan. Birinchi gapdagi qoida bilan ikkinchi gapdagi qoida to'g'ri kelmaydi. Uchinchisiga e'tibor bersak, sen aytayotgan qobiliyat uch jonivorning, kiyikning, baliqning, lochinning ishidir desa, bu yerda ikki nuqtaning vazifasi uch jonivor umumlashtiruvchi bo'lak, kiyik, baliq, lochin, bular uyshiq bo'laklar. Umumlashtiruvchi bo'laklar uyshiq bo'laklardan oldin kelganligi uchun ikki nuqta qo'yilyapti. Demak, ikki nuqtaning qoidasi bu yerda birinchi, ikkinchi gapdagi qoidalarga teng kelmaydi. To'rtinchisi, ehtimol sizda ham shunday hollar bo'lgandir. Ikki nuqta. Tun yarmidan og'ganda birdan uyg'onib ketasiz. Mana bu yerdagi ikki nuqta xuddi ikkinchi gapdagi ikki nuqtaning vazifasiga o'xshaydi va bu yerda nima bo'lyapti?
ikkita gap, ya'ni bog'lovchisiz qo'shma gaplar orasida izohlash ma'nosi bo'lganligi uchun 2 nuqta qo'yilgan. Bir xil qoida 2 va 4 ta bor. Endi 5-gapga qaraymiz. Sidneydagi yozgi olimpiada o'yinlarida hamyurtimiz Muhammad Qodir Abdullayev raqibni 27-21 hisobi bilan yengdi. Bu yerdagi 2 nuqta musobaqalarda ballar, baholar o'rtasida qo'yiladigan 2 nuqta sanaladi. Yuqoridagilarga umuman o'xshamaydi va 6-gapga qaraydigan bo'lsak, borliq jim. Har bir tanchada zangori shu'lalar porlaydi. Bu yerda ham xuddi 2-4 dagi qoida bog'lovchisiz qo'shma gaplardagi tinish belgisi hisoblanadi. Demak, bizdagi to'g'ri javobimiz 2, 4, 6-testlar bo'ladi. Javobimiz C bo'lar ekan. Demak, oldingi testlar mana shu shaklda edi. Bu qanaqa shaklga o'zgardi? Endi qarang. She'rda tinish belgisi bilan bog'liq xatolik qaysi qoidaning buzilishi bilan bog'liq deb so'rayapti. Endi qaysi qoida bo'yicha qo'yilgan, bir xil qoida bo'yicha qo'yilgan test emas, balki qaysi qoidani buzilishiga sabab bo'lgan deyapti. Demak, yanada chuqurroq kirishimiz kerak ekan. Deydilar ithurar o'tadi karvon. Abdulla Oripovning juda mashhur she'ri. Bu yerda deydilardan keyingi vergul ko'chirma gapni muallif gapidan ajratish uchun yoki ikki gapni o'rtasidagi qo'yilgan vergul sanaladi. Odatda she'rlarda ko'chirma gapli qo'shma gaplarda ko'chirma gap qo'sh tirnoqqa olinib o'tirmaydi. Shu uchun vergul bilan kelgan. Ithurar o'tadi karvonda tire ikkita gap, ya'ni bog'lovchisiz qo'shma gaplarda to'siqsizlik ma'nosi, shart ma'nosi bo'lsa ham tire qo'yiladi. Mana shuning uchun qo'yilgan. Ranju balolardan yonmasin joning, lekin alam qilar bir umr giryon deganda bilamiz, lekin bu bog'langan qo'shma gaplarda ikkita sodda gapni bog'lovchi vosita sanaladi va undan oldin tire emas, balki nima qo'yilishi kerak? Vergul qo'yilishi kerak. Demak, bu yerda bog'langan qo'shma gapdagi tinish belgisiga oid bo'lgan qoida buzilgan. Shu uchun javobimiz nima bo'ldi? C bo'ladi. Endi demak, doim o'quvchilarimga aytamanki, tinish belgilarini bilish uchun yordamchi so'z turkumlari mavzusidan boshlab tinish belgilari birgalikda o'rganib boriladi. Mana shu mavzularni bilishimiz kerak. Asosan sintaksis mavzularini. Agar siz sintaksis mavzularini bilsangiz, sintaktik birliklarni ajrata olsangiz, tinish belgilarini ham yaxshi bilasiz. Punktuatsiya bo'limi, ya'ni tinish belgisi bo'limi alohida o'rganadigan bo'lim emas, azizlar. Uni grammatika mavzularining ichida birgalikda o'rganishingiz shart. Testlar ham shuni talab qilmoqda. Keyingisi, endi bular ochiq testlardagi o'zgarishlar edi. Albatta bu imtihonga kirib chiqqan ustozlar, o'quvchilarimizning og'zidan olinib, maksimal tarzda sizlarga tiklashga harakat qildik. Asli tiklanmagan bo'lsa-da shakli saqlandi. Yopiq testlarimizda ham o'zgarish bo'ldi. Masalan, 37-testimizda qo'shimcha bilan bog'liq xatolik so'ralar edi. Xato qo'llangan qo'shimchani toping va yozing deyilar edi. Bu yerda ulg'ayadigan gapni to'liq o'qib ko'radigan bo'lsangiz, ulg'ayadigan so'zi aniq nisbatda kelgan, aslida ulg'aytiradigan bo'lishi kerak. Aniq nisbat o'rniga orttirma nisbat qo'shimchasi qo'yilishi shart. Shu test qanday o'zgardi? Qarang. Berilgan gapda xato qo'llangan qo'shimchali so'zning to'g'ri yozilgan variantini toping. Ya'ni yozing. Biz faqat qo'shimchani emas, so'zni topishimiz kerak va o'sha so'zni to'g'rilab yozishimiz kerak. U shoir tabiatli inson bo'lgani bois oddiy voqealardan ham nozik ma'no topa oladi. Qalbida kechgan tuyg'ularni teran mulohaza bilan so'zga aylantirib, atrofidagilarni o'ylashga va his etishga undaydi. Gapida sezgan bo'lsangiz kerak, shoir tabiatli inson emas, shoir tabiatning o'zi. Demak, siz yozishingiz kerak shoir tabiat deb. Shunda to'g'ri bo'ladi. Demak, li bu yerda noto'g'ri qo'llangan, uning to'g'ri shakli shoir tabiat bo'lishi shart. Keyingi testimiz 38-savolda bo'ldi. Tinish belgilariga oid bo'lgan savol. Milliy sertifikat imtihonlarida ikkita tinish belgisiga oid savol tushadi. Bittasi ochiq, yuqorida ko'rganimiz va bittasi yopiq. Oldin
gap berilardi-yu, gapdagi tinish belgilarini tiklang shaklidagi savollar berilardi. Demak, Sa'diy Shiroziy o'zining Bo'ston asarida Bo'ston so'zi asar nomi bo'lganligi uchun qo'shtirnoqqa olinadi. Shunda yozadi. Bu muallif gapi bo'lganligi uchun bu oraga 2 nuqta qo'yamiz. Ko'chirma gaplar albatta qo'shtirnoq bilan beriladi. Shuni unutmaki, bu ergashgan qo'shma gapning bosh gapi bo'lganligi uchun kiydan keyin vergul qo'yamiz. Badaxloq do'st yovuz dushmandan xavfliroq deganda badaxloq do'st yovuz dushmandan xavfliroq dir yo'qligi uchun xuddi tire qo'yilishi kerakday tuyuladi, lekin kesim, ot kesim sifat bilan ifodalanganligi uchun bu yerda tire qo'yilmaydi. Gapning oxirida qo'shtirnoqni yopamiz va nuqta qo'yamiz. Xuddi mana shu qo'yilgan tinish belgilarini javoblar varaqasiga ko'chirishimiz talab qilinar edi. Endi o'zgarish qanday bo'ldi? E'tibor bering. Noto'g'ri qo'llangan tinish belgisi o'rniga qaysi tinish belgisi qo'yiladi? Tanlovda jami 507, qo'shtirnoq ichida 507 nafar o'quvchi ishtirok etib, ular orasidan eng bilimdonlari saralab olindi va izoh beryapti o'quvchiga. Avval noto'g'ri qo'llangan tinish belgisini, so'ng to'g'risini yozing deyapti-yu, mana bu shaklida sizga ko'rsatma, ya'ni instruksiya berib qo'yapti. Demak, siz nima qilishingiz kerak javoblar varaqasida? Bilasiz, to'rtburchak shaklida beriladi va to'rtburchaklarning birinchisiga noto'g'ri yozilganini, keyingi to'rtburchakka nima qo'yasiz? Strelka qo'yasiz va undan keyingi to'rtburchakka to'g'risini yozishingiz kerak. Bu yerda 507 da qo'shtirnoqlar berilgan, noto'g'ri berilgan. Bu yerda nima bo'lishi kerak? Qavs berilishi kerak. Tinish belgilari qoidalariga e'tibor bersangiz, qavsni qo'yilish sabablari bor. Uni qavsni berilishi sabablari ko'p. Masalan, kiritmalar, ayrim ajratilgan bo'laklar qavsga olinadi va shular qatorida sonlarning so'z bilan yozilgan shakli, bir so'zning ikkinchi xil yozilish shakli yoki mazmuni ham qavsga olinishi kerak. Bu yerda qo'shtirnoq emas, balki 507 sonining so'z bilan yozilgan shakli qavs ichiga olinishi kerak. Demak, bu yerda noto'g'ri, qo'shtirnoq noto'g'ri yozilyapti, uni to'g'rilash kerak qavsga. Demak, mana bunaqa shakldagi testlar o'zgarishga uchradi ekan. Tinish belgisi mavzusiga oid bo'lgan savollarga ham jiddiy e'tibor bering. Mana ona tiliga oid bo'lgan savollardagi o'zgarishga uchragan testlarnigina ko'rdik. Adabiyotdagi, ya'ni she'riy san'atlarni so'raydigan 42-43 savollarda ham o'zgarish bo'ldi. Endi shunchaki she'riy san'atni bilishingiz kerak emas, balki she'riy san'atni, uni yuzaga keltirgan leksik yoki sintaktik birligini, ya'ni ona tili bilan adabiyot bog'lanyapti. Bilishingiz kerak. Bilamiz, tazodni antonim so'zlar yuzaga keltiradi yoki uyadosh so'zlar tanosubni yuzaga keltiradi yoki sintaktik parallelizm bu tarsiy san'atning yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Takror so'zlar, yonma-yon kelgan, chiziqcha bilan yozib takror kelgan so'zlar mukarrar san'atini yuzaga keltiradi. Demak, bu jihatdan ham yanada chuqurlashishni talab qilyapti azizlar. Men sizga yuqorida aytganimdek, qo'limdan kelguncha o'quvchilardan, ustozlardan olgan savollar shakllarini tiklab ko'rsatishga harakat qildim. Bir narsani esingizdan chiqarmang. Hali imtihonga ancha vaqt bor. Nima qilishingiz kerak? Birinchidan, olgan bilimlaringizni chuqurlashtirishingiz. Ko'proq nazariyaga, qoidaga, yodlashga emas, amaliyotga, ularni to'g'ri qo'llay olishga, testda to'g'ri ishlata olishga qaratishingiz shart. Ya'ni mazmuniy bosqichga chiqishingiz kerak. Ikkinchidan, ko'proq test bajarishingiz shart va test bajarganda ham shakliga bog'lanib qolmaslik kerak. Balki testni shunchaki bir variant shaklida va bilimingizni mustahkamlash uchun, o'zingizni testga ruhan tayyorlash uchun qarashingiz kerak. Agar siz yaxshi tayyorlansangiz, mana shu men aytgan tavsiyalarga, maslahatlarga amal qilsangiz, imtihonda albatta yaxshi natija ko'rsatasiz. Ammo imtihondagi psixologik holatingiz ham sizning yuqori ballingizni pasayishiga yoki past ballingizning yuqoriga ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun nima bo'lganda ham imtihonda albatta o'zingizni qo'lga oling va o'zgargan test shakllari,
bundan ham ko'ra yanada murakkabroq va yanada qiyinroq va boshqacha shaklda bo'lishi mumkin. O'zgargan test shakllari sizga ta'sir qilmasin, imtihon ruhiyatiga, kayfiyatiga ta'sir qilmasin. Mana ko'rdingiz o'zgargan test shakllarini. Xuddi mana shunaqa test shakllari, o'zgargan, yangilangan test shakllari bo'yicha bir oy tayyorlanib, yaxshi natija ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, o'zingizni testga mukammal tarzda tayyorlamoqchi bo'lsangiz, siz uchun bir oylik dars tayyorladik. Bu darsimiz qachon boshlanadi, qanday tartibda olib boriladi va qancha vaqt davom etadi, bu haqida batafsil ma'lumotni bilmoqchi bo'lsangiz, alohida video darslik tayyorladim. Pastda berilgan havola orqali o'tib, bemalol bu darslik bilan tanishishingiz va bilib olishingiz mumkin. Bilib qo'yingki, agar darslarimizda qatnashsangiz, boshqa o'quvchilarimiz singari siz ham yaxshi natijalarga albatta erishasiz.